Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan men 8 ta missiyani bajarib, Vihoya vodiysi kartasini olamiz. Buni ko'pchilik olishda qiynalyapti-kan. Shuning uchun video qildim. Videoni boshlashimizdan oldin videoga bir dona like bosib, menga obuna bo'lib qo'ying. Missiyalar unchalik qiyin emas. O'sha rasmdagi joylarga borsak bo'ldi. Qo'shimcha vazifalari yo'q. Bunda birinchi laketsamiz Rojok yonidagi asosiy eventga tushsak bo'ldi, missiya bajariladi. Ikkinchi laketsamiz yashirin bak shifoxona. Jo'jopul tomon joylashgan shifoxonaga borganimizda sariq yozuv chiqsa bo'ldi, missiyamiz bajariladi. Va uchinchi laketsamiz Ninja akademiyasi. Bu Skulda joylashgan va Skulga boramiz. Missiyamiz bajarildi. Va to'rtinchi laketsamiz arena. Xaritada katta qilib ko'rsatib qo'ygan o'sha joyga boramiz. Xo'p, to'rtinchi missiyamiz ham bajarildi. Beshinchi laketsamiz Nihoya vodiysi. Bu Yasnadagi ko'l tarafda joylashgan va bu missiyamiz ham bajarildi. Oltinchi laketsamiz Prison yonidagi yashirin xona. Prison tepasida yashirin xona bor, o'sha yerga kirishimiz kerak. Bu missiyamiz ham bajarildi va keyingisi Naruto ko'prigi. Naruto ko'prigiga boramiz va 8-chi oxirgi missiyamiz 9 dumli tulki yoniga kirishimiz kerak. Va xaritaga qarasanglar, so'roq bilan belgilab qo'ygan joylar bor. O'sha joyga borsanglar, tulkini yoniga kirsanglar bo'ladi. Mabodo jigarlar, sizlarga arzon ishonchli yuz servis kerak bo'lsa, men Telegram kanalimga o'tib xarid qilishingiz mumkin. Silka Instagram biosida.